Bu uyimizni narxi ham o'zi ham aniq sizga yoqadi. Hoziroq bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Sizga ham shunaqa chiroyli xonadonlar nasib qilsin. Uyimizni remontlariga lekin rostdan ham gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bu xonadonimizning birinchi xonasi. Devorlariga chiroyli ranglardan aboylar qilingan ekan. Bu tomonda bo'lsa ayollarimiz uchun mo'ljallangan oshxona, bemalol bu yerda oilaviy choy ichib o'tirsanglar ham bo'ladi. Bu tomonda umumiy yuvinish xonasi, shuni yonginasida bo'lsa yotoqxonasi joylashgan ekan. Orqa hovliga qaragan oynalari, eshiklari ham qilingan. Uyimiz radiator hamda to'pli pol asosida istaladi. Ikkinchi qavatimizda yana 4 ta xona, 2 ta yuvinish xonasi qilingan ekan. Xonadonimiz sizga yoqdimi? Xolisona fikringizni kommentariyaga yozib keting. Uyimizning maydoni 1.7 sotiq. Umumiy hisobda xonadonimizda 6 ta xona hamda o'zini podvollari ham bor. Podvoliga hovli qismidan ham tushsanglar bo'ladi. Xonadonimiz Sergeli tumani, Xonobod, Beruniy mahallasida joylashgan. Narxini 140 ming dollar so'rashyapti, yana kelishiladi. Menimcha narxiga arsa kerak. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Agar bu sizlarga qimmatli qiladigan bo'lsa, xuddi shunaqa proyektda yonida 1.5 sotiqligi ham bor. Videoni tez yaqinlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Lokatsiya Telegram kanalimizda.